Assalomu alaykum. Siz bilan har doimgidek Nenzo. Faraz qiling, oldingizdan soatiga 100 km tezlikda mashina o'tib ketdi. Qanday hayajonli holat, shunday emasmi? Biroq shunday mashinalar borki, hozirgi misol qilgan tezlikdan 3-4 barobar ko'proq harakatlanadigan mashinalar yo'q emas albatta. Shunday qilib, hozirgi videorolikimiz Top 10 dunyodagi eng tez harakatlanadigan mashinalar haqida bo'ladi. Qani unda boshladik. Ro'yxatimizning 10-o'rinni egallagan mashina SSC Ultimate Aero TT. Soatiga 412 km tezlik. TT indeksida avtomobilda ikkita turma magnator borligi ko'rsatilgan. Bundan oldin Shelby Supercar mexanik kompressordan foydalangan. Ikkala texnologiya ham dvigatel quvvatini oshirishi mumkin. Agar mexanika samaradorlikni 10-15% ga, turbinani esa 40-50% ga oshirsa, yuqori tezlik qayd etilishi taxmin qilindi. Va shunday bo'ldi ham. Sinov paytida mashina soatiga 412 km tezlikni ko'rsatdi. Ultimate Aero TT'ning birinchi ishlab chiqarish nusxasi eBayda $431,000 ga sotildi va jami 25 nusxada ushbu mashinalar sotuvga chiqarildi. Yana bir ajoyib ma'lumot: mashina 100 km/s tezligiga 208 soniyada erisha oladi. Ro'yxatimizning 9-o'rnini egallagan mashina Rimac C2 415 km/s tezlik. Ushbu mashinaning tarixiga biroz nazar tashlasak, Concept One elektrosport avtomobillarining birinchi modeli 2013-yilda sotuvga chiqarildi. Hammasi bo'lib 8 ta mashina yaratildi. 5 yildan so'ng kompaniya seriyani davom ettirdi. 2018-yilning bahorida ishlab chiqaruvchi prototipli mashinani taqdim etdi va 1 yildan so'ng u avtomobilini ishlab chiqarishga tayyorligini e'lon qildi. Hammasi bo'lib 1 yillik nusxani chiqarish rejalashtirilgan. Yetkazib berish shu yilda boshlanadi. Batareyadagi quvvat bilan siz 650 km yo'lni bosib o'tasiz. Maksimal tezlikda siz taxminan 1,5 soatcha yurishingiz mumkin. Shunaqa avtomobilingiz bo'lishini xohlagan bo'lardingizmi? Fikringizni kommentariyada kutaman. Ro'yxatimizning 8-pog'onasini egallagan mashina Bugatti Chiron Sport. Soatiga 420 km tezlik. Bu mashinaning tarixiga ham biroz nazar tashlaymiz. Avtomobil 2016-yilda taqdim etilgan. 1928-yildan 1958-yilgacha Bugatti jamoasida o'ynagan poygachi Louis Alexander Chiron sharafiga nomlangan. Bugatti rahbariyati yangi rekord o'rnatish uchun avtomobilini maksimal tezlikka sinab ko'rishni rejalashtirdi. Ammo keyinchalik ayrim sabablarga ko'ra bu fikrdan voz kechdi. Chiron modeli dizaynida jigarrang charm, qora uglerod va abraziv alyuminiydan foydalanilgan. Va aytgancha ushbu mashinaning narxi $2,600,000 ni tashkil etadi. Keyingi o'rinda yana Bugatti. Bu safar Veyron Super Sport versiyasi 431 km/s tezlik bilan 7-o'rinda. Bu avtomobilning ham tarixiga biroz nazar tashlaydigan bo'lsak, avtomobilga 1939-yilda Le Mansning 24 soat ichida birinchi bo'lib kelgan fransiyalik poygachi Pierre Veyron sharafiga nomlangan. Bugatti Veyron 2005-yildan 2015-yilgacha ommaviy ishlab chiqarilgan. Hammasi bo'lib 450 ta mashina sotilgan. 2010-yilda mashina soatiga 431 km tezlikni o'rnatdi. Ammo Guinnessning rekordlar kitobi vakillari dastlab uni bu xatoni tuzatishdan bosh tortishdi. Gap shundaki, xaridorlarga yetkazib beriladigan mashinaning versiyasida maksimal tezlik 415 km/s ni ko'rsatar edi. Mana shu joyi pand bergan. Keyinchalik sinovlar paytida ushbu qurilma olib tashlandi. Muhokamalardan so'ng mutaxassislar haqiqatan ham eng tezkor mashinalardan biri deb qaror qildilar va rekord qayd etildi. Ro'yxatimizning 6-pog'onasida turgan mashina Hennessy Venom GT 431 km/s tezlik. $1,250,000 mashinaning tarixiga nazar tashlasak, 2 kishilik sport avtomobiliga asoslangan bo'lib, uning tuzilishi britaniyalik dizayner Steve Everett tomonidan qayta ishlangan. Yangi mashina bazani uzaytirildi, korpus panellari almashtirildi va yangi dvigatel qo'yildi. 2010-yilning mart oyida Hennessy ushbu modelning birinchi versiyasini taqdim etdi. U shunchaki Venom GT deb nomlandi.
va 1,5 yildan so'ng yuqori tezlikdagi modifikatsiya Venom GT Spider deb nomlandi. Avtomobilning birinchi xaridorining talabiga binoan amerikalik qo'shiqchi Steven Tyler bo'ldi. 2013-yilning fevral oyida AQShning Kaliforniya shtatida Venom GT soatiga 435 km tezlik rekordini o'rnatdi. Dastlab ishlab chiqaruvchi ushbu mashinaning 29 nusxasini chiqarishni xohladi, ammo ular faqatgina kupe va boshqa narsalarni chiqarishdi xolos. Beshinchi o'rinda esa Koenigsegg Agera RS 456 km/soat tezlik. Agera giperkarining takomillashtirilgan modifikatsiyasi. Tezyurar avtomobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Shvetsiyaning Koenigsegg kompaniyasi RS modelini ilk bor 2015-yilda Jeneva avtosalonida taqdim etgan. 2 yil o'tgach, avtomobil ishlab chiqaruvchisi AQShning Nevada shtatida maxsus poygalar uyushtirdi. Bu yerda avtomobillar an'anaviy ravishda tezlikni sinab ko'rishadi. Agera RS bir vaqtning o'zida bir nechta rekordlarni o'rnatdi. Masalan, seriyali avtomashinalarning mutlaq tezligi 456 km/soatni tashkil etadi. Shuningdek, 33,3 soniyada 400 km/soat tezlikka erishadi. Koenigseggning so'zlariga ko'ra, avtomobilning jami 25 nusxasi ishlab chiqariladi. To'rtinchi o'rinda ham yana Koenigsegg. Bu safar Jesko versiyasi. 480 km/soat tezlik. 3 million dollarlik mashinani qarshi oling. Shved avtomobil ishlab chiqaruvchi Koenigsegg tomonidan ishlab chiqarilgan o'rta dvigatelli giperkar 2019-yil Jeneva avtolar ko'rgazmasida namoyish etilgan bu mashina Ageradan farq qiladi. Jesko nomi kompaniya asoschisining otasi Jesko van Koenigseggga hurmatini bildiradi. Kompaniya yana 125 nusxani ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Dizayn jihatidan 9 bosqichga ega 1600 ot kuchiga ega bu mashinada V8 5 litrli turbo dvigatel mavjud. Va 3-o'rinda esa SSC Tuatara 480 km/soat tezlik. Tuatara Yangi Zelandiyada yashovchi, sudraluvchi va maori tilidan tarjima qilingan so'zning o'zi orqadan cho'qqilar degan ma'noni bildiradi. Tuatara DSQ magistralida kaltakesakning tojiga o'xshash kichik qanotlar mavjud. Avtomobil birinchi marta 2011-yilda Shanxayda Shelby Supercar rasmiy dilerining ochilish marosimida taqdim etilgan. Ammo ommaviy ishlab chiqarish faqat 2014-yilda boshlandi. Avvaliga kompaniya vakillari avtomobilning atigi 5 nusxasini yaratishlarini aytishdi. Ammo keyinchalik rasmiy veb-saytda 100 ta mashina chiqarilishi haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi Washington shahrida joylashgan. Shelby Supercar aerokosmik sanoatida. Yana bir ma'lumot, avtomobil 100 km/soatga 2,7 soniyada tezlashadi. Yuqori pog'onadagi Hennessy Venom F5 mashinasi 482 km/soat tezlik bilan ikkinchi o'rinni egallagan. Hennessy Venom F5 bu 2017-yilda tashkil etilgan Amerikaning Hennessy Special kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Hennessy kompaniyaning akkreditatsiyalangan ishlab chiqaruvchi sifatida birinchi bo'lib barcha yangi mulkiy transport vositasi bo'lishi mumkin bo'lgan avtomobil ishlab chiqarish uchun Angliyaning Silverstone Delta Motorsport kompaniyasi bilan shartnoma tuzdi va ushbu kompaniya Hennessy uchun oldingi avlod Venom GT avtomobillarini Angliyadagi zavodida ishlab chiqargan va o'zgacha dizayn avtomobilni qamrab olgan. Kompaniya yana 24 ta nusxa chiqarish niyatida. Yana bir ajoyib va g'aroyib ma'lumot. Avtomobil 10 sekundda 300 km/soat tezlikka chiqa oladi. Eng yuqori pog'onada turgan Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus mashinasi 490,5 km/soat tezlik bilan birinchi o'rinda. Soatiga 490,5 km dan iborat sehrli chegaradan oshib ketadigan shov-shuvli rekordni birinchi marta nishonlash uchun Bugatti Chiron Super Sport 300 Plusni
faxr bilan taqdim etadi. Chiron'ning ushbu maxsus nashrini vizual va texnik jihatdan ilhomlantiradigan eng yuqori darajadagi avtomobil aerodinamik jihatdan optimallashtirildi va korpuslari kengaytirildi. Kompaniya ushbu giperkarlardan yana 30 ta ishlab chiqarish niyatida. Keyingi yilda yetkazish xizmatlari ham yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan. Shunday qilib, Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus soatiga 490,5 km/s tezlik bilan ro'yxatimizda birinchi o'rinni egalladi. Mana do'stlar, hozirgi videorolikimizda sizga namoyish etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib, videorolikimizga like bosib qo'yishingizni, kanalimiz va videorolikimiz haqida izoh qoldirishingizni iltimos qilib qolardim. Bizni qo'llab-quvvatlab turganingizdan bag'oyat xursandman. Eng sarasi Nenzo kanalida ko'rishguncha salomat bo'ling.